Hop, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun yana men Jason va yangi videoyimga xush kelibsizlar. O'rtoqlar, bugun biz mana shu o'yinni o'ynaymiz, ya'ni Asmir klaviatura o'yinini o'ynaymiz. Ya'ni bu juda trend bo'lyapti. Men donat qilib mana buni sotib oldim, mana ko'rib turganingizdek. Va bugun shu o'yinni yutishimiz kerak bo'ladi. Qani ko'ramiz, bitta urinishda yuta olamizmi, yo'qmi? Hop, bitta narsani aytib o'tay, buni yutish uchun mana bu yerdagi tezlik, bu yerdagi uncha muhim emas. Bu tezlik umuman muhim ham emas. Mana bu yerdagi tezlik 260 bo'lishi kerak. Ya'ni 260 ta men yuta oldim. Balki undan ham pastida yutsa bo'lardi, lekin 260 dan pastida yuta olmadim. O'ynab ham ko'rganim yo'q. Ammo mana bu yerda 300 bo'lsa, bu yutishingiz aniq. Ya'ni yuta olishingiz kerak o'yinni. Okay, unda boshladik. Mana. Hop, yaxshi. Bu yerda to'xtaymiz. Hop, mana buni ortidan yuramiz. Qani ko'ramiz qanchada bitirar ekanmiz o'yinni. Va, bekor qildimda shu yerdan yurib. Mayli, bitta urinishda yuta olmadik. Ikkinchi urinishni eplab ko'ramiz. Qani ikkinchi urinishda yuta olarmikanmiz? Hop, agar yuta olsam kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yasiz, kommentariy ham qoldirib qo'yasiz. Okay, to'g'riga yuramiz. Endi mana bu tushib olgandan keyin tepaga chiqamiz. Mana shu yerda sal ehtiyot bo'lish kerak, chunki tezlik oshib ketsa muammo bo'ladi. Hop, mana endi ayiqchadan o'tishimiz kerak va tezlik mana oshsa ko'ryapsiz nima bo'lishini. Va o'yinda sizlarda ham bug bo'lyaptimi oxirgi paytlarda? Negadir bug juda ko'p bo'lyapti. Ham bir narsani o'rgatib o'tay. Mana bu yerdan sakrab o'tib o'tirmang. Agar 300 bo'lsa, balandroqqa sakrab mana bu yerda joy bor, shu yerga chiqib oling. Ko'ryapsizmi? Bu yerda joy turibdi. Shu yerga chiqib olishingiz kerak. Mana bu yerdan keyin tepaga chiqib ketasiz. Yo'qsa vaqt yo'qotasiz bu yerda. Endi labirintni aytib o'taman. Labirintda mana boshlaganimizdan keyin 5 sekund sanaydi. Faqat o'ngga burilasiz. Birinchi chapga mana burilib olganimizdan keyin mana bu yerga yetib kelgandan keyin o'ngga burilamiz mana. Eslab qolasiz degan umiddaman. Mana sizga yaxshi fakt bo'ldi. Xo'p, bu yerda endi tezligi mana bu tezligi 160 qilish kerak. 170. Adashib ketdim, uzr so'rayman. 170 qilsak bu yerdan yuta olamiz va mana bu yerga chiqamiz. Mana qanot paydo bo'ladi. Okay, bu yerga sakraymiz mana. Sakraganimizda bu yerga tushamiz, keyin yana sakraymiz. Keyin bu yerga. So'ng bu yerga sakraymiz va shu bilan bulutga yetib olamiz mana. Tezligi 300 ga chiqarib olamiz mana. Ko'rib turganingizdek, tezligi 300 ga chiqdi. Xo'p, mana bu tezlikdan bitta chiqqandan keyin biz ham orqasidan yuguramiz. Hop do'stlar, mana shu joyda ko'pchilik adashadi. Ya'ni mana bu tovuqni 300 tezlik bilan o'ynab qo'yadi. Hop, 300 tezlik bilan hamma ham o'yna olmaydi. Shuning uchun agar siz yangi bo'lsangiz 270 tezlik bilan o'ynang. Mana bu 270 bo'lishi kerak. Men 300 tezlik bilan o'ynayman, chunki bu tovuq o'yinini bir necha marta yutdim. Okay, mana. Sakraymiz. Bo'ldi mana. Ketdi. Mana. Sirazi xato ketdi. Ko'rib turganingizdek mana endi mana boshidan yana boshlaymiz o'yinni. Okay, mayli, mana bu hech narsa qilmaydi. Pastga yutib olamiz yana. Bo'ldi, mana bu agar paydo bo'ldimi, tepaga chiqamiz. Hop. Ikkinchisida o'zi tezroq kelyapman, chunki ikkinchisida tushuntirib o'tmayapman sizlarga hech narsani. Okay, mayli. Mana bu ayiqdan boshida umuman o'ta olmayapgandim. Negadir mana bu yerda ko'ryapgan bo'lsangiz, o'yin oqarib qolyapti. Men sizlarga savol beraman, sizlarda ham oqaryaptimi? Oxirgi marta admin buz bo'lgandan keyin shunaqa buglar paydo bo'ldi o'yinda. Bitta menda bo'lmayapti-da bu holat, hammada bo'lyapti. Shuni sizlarda ham bo'lyaptimi yo'qmi bilib olmoqchiman. Yo'qsa-ku kompyuter kuchli. Hop, internetim juda zo'r. Mayli. Hop, mana o'zi u quvlashni boshladi. Quvlashni boshlaguncha o'zi biz yetib olamiz oxirigacha. Okay, hop. Bu yerga 170 ni belgilaymiz va endi to'g'ri bu safar menimcha o'ta olsam kerak, o'ta olaman. Yaxshi. Xo'sh, bu yoqqa o'tamiz endi. Sakraymiz. Hop, do'stlar, tezroq kuchaymoqchi bo'lsangiz pul kiritishingiz kerak o'yinga yoki-da admin buzni kutishingiz kerak. Ya'ni o'yinda juda ko'p admin buz bo'layapti hozir bu o'yinda. Hop, keyingi admin buz 27-iyun kunida bo'ladi. Ya'ni 27-kunida sizlar kirib o'yinda juda ko'p narsani tekinga olishingiz mumkin. Hop, men uncha admin buzga kirishga vaqtim bo'lmagani tufayli pulga kuchayib qo'ya qoldim. Hop, mana. Bo'ldi, mana shar o'tkazib olamiz va endi tepaga chiqamiz. Hop, bu yerda umuman to'xtamaslikka harakat qiling. Nimaga desangiz, orqangizdan tovuq quvlab keladi. Mana bu yerda hushyor bo'ling. Mana bunga tegib ketmang. Tegib ketsangiz sirazi mag'lubiyatga uchraysiz mana oxiri. Hop, mana bu yopilib bir marta ochilishini kuting, shoshilmang. Chunki tezligingiz 300 bo'lsa, bu bemalol ulgurasiz. Labirintdan mana, labirint bor. Bu yerda ham ehtiyot bo'lib labirintdan o'tib olishingiz kerak va o'yinni mana yutdik.
Hozir men sizlarga oxiriga yetib borgan tovuqni ham ko'rsataman. Mana tovuq kelyapti, ko'ryapgan bo'lsanglar mana. Ichkariga kirsa yo'qoladi mana. Bo'ldi, tovuq yo'qoldi. Endi biz bemalol yura olamiz. Va mana bu oxirgi vinga yetib kelganinglarda 150 k beradi mana. Yutdik o'yinni, endi ikkinchi olamga o'tishingiz mumkin deydi. Xo'p, o'rtoqlar, mana yutdim. Agar yutsam kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishingizni so'ragan edim va yutdim. Shunday qilasiz degan umiddaman. Aytgancha, agar menga nima deydi? Druzya tashlashingiz mumkin. Hozir bu yerda mana Jackson 55 ya'ni 557 Jackson pastki chiziqcha 557. Men sizlarni albatta qabul qilaman. Ko'rishguncha, xayr.